Bir etashkali uchastkani sevadiganlar uchun 3,5 sotuli mana shu tayyor patkurchi holatdagi uchastkamizni 165 ming dollarga sotiladi. Ya'ni biz 3 Qahramon postidan 3 kilometr o'tganda Guliston mahallasiga kelganmiz. Mana shunaqa chiroyli, fayzli mahallada joylashgan mana shu uchastkani ko'rsatib beradigan bo'lsam, darvozaxonamizni kirishimiz bilan 2-3 ta mashina sig'adigan joy, chiroyli burchatkalar qilib qo'yilgan. Yo'da letniy kuxnani ko'rishimiz mumkin. Yon taraflama bitta sanuzulga ham ega bo'ladi. Binoyimiz 200 kvadrat maydonga ega, tegida podvollari ham bor. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Asosiy binoga kirib keladigan bo'lsak, kirishimiz bilan mana shunaqangi xollni ko'ramiz. Kattagina razmerda xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'ldan boshlaydigan bo'lsak, birinchisi katta zal mehmonxona bo'ladi. Chiroyli ranglardan foydalanilgan. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, kuxnani ko'rishimiz mumkin. Katta panorama oynalar qo'yilgan bo'ladi. Dal tushiradigan bo'lsak, bu yerda birinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Va dal o'ng qo'ldan boshlaydigan bo'lsam, bu yerda bitta umumiy sanuzul joylashgan. Yonida kattaroq razmerda yotoqxona. Undan keyin xonamiz, yana bitta bolalar yotoqxonasi, orqa hovliga eshik hodlar tashab ketilgan va oxirgi katta yotoqxonasi bo'ladi. O'zini alohida sanuzul bilan birga joylashgan. Uchastkamiz 100% pishgan qishdan qurilgan, polniy tepli pol qilingan, radiator tizimida ham isitiladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashib bo'ladi. Bir etashkali uchastkani sevadiganlar uchun 3,5 sotuli mana shu tayyor patkurchi holatdagi uchastkamizni 165 ming dollarga sotiladi. Ya'ni biz 3 Qahramon postidan 3 kilometr o'tganda Guliston mahallasiga kelganmiz. Mana shunaqa chiroyli, fayzli mahallada joylashgan mana shu uchastkani ko'rsatib beradigan bo'lsam, darvozaxonamiz kirishimiz bilan 2-3 ta mashina sig'adigan joy, chiroyli burchatkalar qilib qo'yilgan. Yo'da letniy kuxnani ko'rishimiz mumkin. Yon taraflama bitta sanuzulga ham ega bo'ladi. Binoyimiz 200 kvadrat maydonga ega, tegida podvollari ham bor. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Asosiy binoga kirib keladigan bo'lsak, kirishimiz bilan mana shunaqangi xollni ko'ramiz. Kattagina razmerda xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'ldan boshlaydigan bo'lsak, birinchisi katta zal mehmonxona bo'ladi. Chiroyli ranglardan foydalanilgan. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, kuxnani ko'rishimiz mumkin. Katta panorama oynalar qo'yilgan bo'ladi. Dal tushiradigan bo'lsak, bu yerda birinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Va dal o'ng qo'ldan boshlaydigan bo'lsam, bu yerda bitta umumiy sanuzul joylashgan. Yonida kattaroq razmerda yotoqxona. Undan keyin xonamiz, yana bitta bolalar yotoqxonasi, orqa hovliga eshik hodlar tashab ketilgan va oxirgi katta yotoqxonasi bo'ladi. O'zini alohida sanuzul bilan birga joylashgan. Uchastkamiz 100% pishgan qishdan qurilgan, polniy tepli pol qilingan, radiator tizimida ham isitiladi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashib bo'ladi. Bir etashkali uchastkani sevadiganlar uchun 3,5 sotuli mana shu tayyor patkurchi holatdagi uchastkamizni 160